Assalomu alaykum qadrli hamkasblar. Hozirgina O'zbekiston Superligasi 11-tur doirasidagi OKMK Neftchi uchrashuvi o'z nihoyasiga yetdi. Biz o'yindan so'nggi matbuot anjumanida boshlaymiz. Dastlab jurnalistlar bilan muloqotda Neftchi jamoasi ustozi Islombek Murodovich Ismoilov bo'ladilar. Olmaliq shahriga xush kelibsiz. Bugungi o'yin haqida fikrlaringiz? Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Birinchi navbatda uzoq yo'l bosib, mana shunday qiyin ob-havo sharoitida bizni qo'llab-quvvatlagan barcha muxlislarimizga rahmat aytaman. Umuman o'yin og'ir o'tishi oldindan ma'lum edi. AGMK ham oxirgi o'yinlarda jamoa o'sha yuqoriga qarab harakatlanayotgandi. Shuning uchun o'ylaymanki, uchrashuvda to'liq o'yinni nazorat qila oldik. Imkoniyatlarimizdan agar foydalanganimizda g'alaba qozongan bo'lardi. Endi afsus, bu futbol bunaqa holatlar ham bo'lib turadi. Bosma. Bugungi uchrashuv dastlabki 35 daqiqasida AGMK juda yaxshi taassurot qoldirdi. Yuqori pressing qilib, to'pga qilib deyarli Neftchi qiyin ahvol solib qo'ygandi. Shundan keyin ikkinchidan tabiiy vaziyat o'zgardi. +5 da ham nima o'zgarishlar qildingiz shu AGMKning yuqori pressingni birinchidan o'yin ham. Endi o'zi o'sha o'yinni oldin tahlil qilganimizda ham AGMK yuqori pressing qilgan paytda ham zonalar ochilib qolyapti, lekin bugun ular o'sha Jamshid Iskandarovga alohida personalniy o'yinchi biriktirishdi va o'sha biz asosiy to'p bilan harakat qiladigan futbolchimizni qisman yopa olishdi. Lekin ikkinchida ham o'sha Iskandarovni pastroqqa ochilishini va o'sha u bilan harakatlanayotgan o'yinchi avtomatik tarzda zona bo'shatadi. O'sha zonalardan foydalanish uchun aynan o'sha yerga urg'u qaratdik. Deyarli hamma klublarda shu hujumchi bilan muammo bor. To'p qudanish, paxtakorlarda ham hujumchilar barqaror o'yindan boshlayib keladi. Neftchida bo'lsa aksincha, Neftchida ikkita tengma-teng hujumchi bor, golda ko'p, lekin bugun golga yetishmadi. Golga nima sababli gol yetdi? Hujumchilar vaziyatdan foydalanmadi. Endi gol yetishmaganiga nima sabab? Endi uranmadik. Chunki bizni murabbiy sifatida meni vazifam jamoani o'sha holatga chiqarish. Jamoani hujumkor o'ynashini ta'minlash. Albatta mashg'ulotlar ustida futbolchilar tinimsiz harakat qilyapti, lekin realizatsiyaga kelganda baribir qaysidir vaziyatlarda foydalana olmayapmiz. Lekin shunga qaramasdan jamoa 25 ta gol urgan va hozirgi holatda turnir jadvalida birinchi o'rinda. Marhamat. Shu aprel oyi boshidan shu FIFA kunlaridan keyin hozirgi kungacha endi juda zich taqvimda 7 ta 8 o'yin bo'ldi. Shu endi boksing day deyilganda shuni boshida, shu ya'ni aprel oyining boshida boshlanishdan oldin mana hozir boshlanishni jamoa qanaqa reja qilayotgandi, masalan, nechta ochko to'plash, orada bitta mag'lubiyat bo'ldi va mana bugun durang. Shu bosqich qanday o'tdi bu? Albatta, bu bir tomondan yoqimli oy bo'ldi desa ham bo'ladi. Chunki o'yinlar orasi yaqin bo'lgani yaxshi. Maqsadimiz endi o'sha 11 ta uchrashuvda 33 ochko olish edi. Endi afsuski o'sha bitta mag'lubiyatga uchradik, bitta durang bo'ldi. Lekin umuman olganda yomon harakat qilmadik. O'sha deyarli o'sha mart oyini ham qo'shadigan bo'lsak, 2 oyda Super Kubok bilan jamoa 12 ta o'yinda harakat qildi va bundan 10 tasini yutdi. Bu o'ylaymanki, o'sha yaxshi start bo'ldi. O'tgan yilga nisbatan solishtirganda ham jamoa bu yil ancha dadil harakat qildi va buni o'sha turnir jadvalida ham ko'rsa bo'ladiki, jamoa o'zi uchun kerakli ochkolarni jamg'ara oldi. Oxirgi savol. Bugungi shu Fabio Cannavaro boshchiligida O'zbekiston terma jamoasi jo'qchimanatdagi asosiy yig'inni boshlaydi. Jamoadan kelib chiqqan bilamiz, Neftchida nomzodlar ko'p, qaysi futbolchilarni Fabio o'zi chaqirgan futbolchilardan tashqari qaysi futbolchilarni Fabio Cannavaroga maslahat bergan bo'lardingiz. Masalan, shu futbolchi ham jamoadan loyiq yana chaqirish. Unda murabbiy sifatida qaysidir futbolchini ajratmayman. Jamoamdagi o'sha o'zbek fuqaroligiga bo'lgan har bitta o'zbek futbolchini xohlaymanki, terma jamoada o'ynashini. Chunki ular har bittasi munosib deb bilaman. Aynan qaysi nom aytamiz, endi baribir yaqin kelayotganlar ko'p. Hammasini chaqirsin.